14-fevral kuni Prezidentimiz mamlakatimiz yoshlar bilan uchrashuvda har tomonlama ilg'or, tashabbuskor va bilimli yoshlar bizning oltin fondimiz deya ta'riflagan edi. Guliston shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisini ham ana shu oltin fonddan o'rin olgan yoshlarimiz sirasiga qo'shsa bo'ladi. Sababi u xorijiy universitetning 420 ming AQSh dollariga teng to'liq grantini qo'lga kiritdi. Yuqori natijaga erishgan o'quvchi to'g'risida tayyorlangan reportaj bilan sirdaryolik muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Saxnobod tumanining Turon mahallasida oddiy o'zbek oilasida kamolga yetgan Asilbek Ashurov bilan bugun sirdaryoliklar faxrlanmoqda. U Guliston shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisi. Asilbekning yuqori natijasi bugun o'z o'rnida yoshlarni bilim olishga bo'lgan qiziqishini ham oshirishga turtki bo'ldi deyish mumkin. Asilbek Chikago universitetining to'liq grantiga sazovor bo'lgan ilk o'zbekistonlik o'quvchi hisoblanadi. Ahamiyatli tomoni, Chikago universiteti dunyo miqyosida 14-o'rinda, iqtisod sohasi bo'yicha 4-o'rinda turadi. Yon atrofimdagi tengdoshlarimni yetishgan yutuqlariga erishishga intilgan tarzda men ham harakat qilganman va buning natijasida hozir 11-sinfga yetib kelgunimcha IELTSdan 7,5, SATdan 1540, bir nechta xalqaro dastur va olimpiadalar sovrindorlari bo'lganman. Bundan tashqari yaqinda 16-fevral kuni Chikago universiteti, ya'ni bu dunyo bo'yicha 14-reytingda turadigan AQShning Chikago universitetiga qabul qilindim. To'liq grant asosida, ya'ni ular meni barcha xarajatlarimni qoplab beradi va bu grantning miqdori 420 ming dollar. Bundan tashqari o'zimni loyihalarimni va ilmiy ishlarimni qilish uchun 20 ming dollarda qo'shimcha grant ham ajratib berishgan. Bilimdon o'quvchi boshlang'ich sinfda, ya'ni Saxnobod tumanidagi 35-umumta'lim maktabda o'qish davridayoq xorijiy tillarni o'rganishga qiziqdi. Intiluvchanligi, ilm olishga bo'lgan qiziqishi natijasida ta'lim olish jarayonida ham yuqori natijalarga erishib kelyapti. Asilbek Ashurov Amerika Qo'shma Shtatlarining Chikago universitetiga to'liq grant asosida o'qishga qabul qilinishi yurtimizda bilimdon o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash borasidagi jarayonlarning samarasini ko'rsatmoqda. Uning yuqori natijalari asosida Prezident maktabda ilm olishga intiluvchan o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar va fidoyi ustozlarning mashaqqatli mehnatlari borligini ham o'rni kelganda e'tirof etish joiz. Asilbekni boshqa o'quvchilardan farqi dars o'tish jarayonida mavzuni o'zlashtirishi tez va darsdan tashqari ham qo'shimcha to'garaklarimiz bor. Bu to'garaklarda ham juda faol ishtirok etadi. Yosh o'quvchilarimiz o'zidan kichkina sinf o'quvchilariga SAT imtihonidan darslar o'tadi. Bizni aksariyat o'quvchilarimiz 10-sinfdanoq IELTS sertifikatiga ega bo'ladi. Kamida IELTS 7 olishadi va mana misol uchun o'zimiz 10-sinf o'quvchilarimiz hozirda IELTS 7,5, 8 sohiblari bo'lib kelmoqda. Bundan tashqari bizning dasturimiz baribir o'zbek tilida mahalliy fanlar o'tiladi. Misol uchun ona tili, geografiya fani, tarix fanlari. Demak, biz milliy qadriyatlarimizdan ketib qolmasdan xalqaro dasturni ham qo'shib turib o'qiyapmiz. Bugun yangi O'zbekiston yoshlari jahonga yuz tutyapti. Bilimi, teran fikrlari bilan yurtimizni rivojlantirishni maqsad qilgan bilimdon yigit-qizlardan xalqimizning ishonchi katta. Prezident maktabi o'quvchisi Asilbek ham ana shunday umid bilan katta yo'lga chiqqan bilimdon yoshlarimizdan biri.